Allo jigar, yetib keldim aytgan joyingga. Qayerga kirishim kerak? Ha, bo'ldi, tushundim. Давай поговорим. Assalomu alaykum, bratan. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Dubaydan olib kelganman. Ha, bu o'zimda turursin ekan. IELTS oldim, 5,5 bo'lib qoldi. Srochno Koreyaga ketish kerak. Mayli, yetadimi? Hop, bu pulingiz o'ta ko'p. $400 ham hozirchalikka yetadi. Qolgan pulingizni kontrakt bilan 1 oylik KDV bilan shot qo'yishga ushlab turing. Qolgan pullaringizni ortganini Koreyada gulyat qilasiz. Menga 7,5 ming deyishuvdi. $400 xolosmi jigar? Unda keyinroq berarman hammasini. Siz bu $400'ingizdan xavotir olmang. Ishonchli joylarda. Agarda sizni vizangiz chiqmasa, biz 100% to'lovni qaytarib beramiz. Ha, jigar, bo'ldi, gaplashdim. $400 olishdi xolos u. Bo'ldi, может быть. Ham balki Koreyada ko'rishib qolarmiz. Bo'ldi, gap yo'q.